Assalomu alaykum hurmatli Bo'ston Makler kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda qurilish tugallanmagan 6 sotik yer maydonida joylashgan hovli joy ko'rsatamiz. Ko'rib turgansiz, ana shu joy bo'ladi. Xat hujjatida hech qanday muammo yo'q. Bemalol kelib, ko'rib, yaxshi xarid etsanglar bo'ladi. Egalari aytishi bo'yicha Wi-Fi tochkalarigacha tushib turibdi ekan. Mana uyning oldidan ham kirsanglar bo'ladi, qaptaldan kirsanglar ham bo'ladi. Temir eshik bilan jihozlangan, yaxshi plastik akfalar bilan jihozlangan. Pajani xodni o'rni qoldirilgan. Ertaga og'a odam o'zlari bemalol solib olsanglar bo'ladi. Uyimizda ichki obzorlarni ko'rsatib chiqaman. Atsorlar ochilgan, atlar egilib turibdi. To'q montajlari 100% bitgan hamma yeri. Shunday kirganimizda ana shunday uzun hol bo'ladi. Chap tarafimizda bir katta bir zal, ko'rib turganingizdek zal ham yaxshi og'achlar ham yaxshi sifatli bostirilgan. Undan keyin o'ng qo'limizda yana bir xonasi bo'ladi. Bu yerimiz sanuzel uchun moslangan. To'q montajlari yevro montaj qilingan, portishkalarinacha akva yaxshi plastik oynalardan jihozlangan. Endi bu tarafimizda yana bir katta xonasi bor, bir spalnisi. Endi egalarning narsalari turgan ekan, shuning uchun ilib qo'ygan ekanlar. Bu yerda ikkinchi mehmonxonamiz bo'ladi. Razmerlari keng. Mehmonxona kirgan yerda joylashgan. Ana shunday zo'r etib ishlab qo'yibdilar. Bu yerimiz katta hol bo'ladi. Ko'cha tarafdan kirish eshigi temir yaxshi sifatli eshiklar qo'yilgan. To'q montajlarga e'tibor berib ko'rasizlar. Eng yaxshi sifatli simlardan ishlatilgan avtomatlar ham hammasi addenli har liniyaga ishlangan. To'q montaji 100% bitib turibdi. Og'achlarga e'tibor berib ko'rasizlar. Standartning bir xil og'achdan bostirilgan uyimiz zo'r etib ishlangan. Endi egalari o'zlariz yashaymiz deb sog'an ekanlar, hozir pul zarur bo'lib turgan uchun sotib o'tirib. Domning narxida bo'ladi, dim arzon bo'ladi xudo xolasa. Bu yerimiz ham katta bir xona. Qarasanglar, bu yerda zal qilib, oyoqda spalnik qilsanglar ham bo'ladi. Zo'r sharoitlari, planlari yaxshi etib ishlangan. Kirganimizda chap qo'limizda yana bir katta spalnisi bor. Joyimiz 100% xom karpishdan solingan. Arqa tarafdan ham tanishtirib o'taman. Arqaga chiqqanimizda arqa hovlisi bir tarafi zabor o'rilgan. Molxona o'rinlarini esa hamma narsasi ishlangan. Bu yerda to'qdan, suvdan, Wi-Fi'dan hech qanday muammo yo'q. Agar vodoprovod oqmay qolgan vaqtida yer kiralarini tashlab qo'yilgan ekan. Atizlari ochilganda egilib turibdi. Hamma narsasi joy-joyida. Qiziqqanlar bo'lsa telefon edib kelib ko'rsanglar bo'ladi. Tarafimiz pajani xod. Pajani xod. Bu yoqdan fundamenti o'rilgan. Joyimizning narxini kelsak, narxini egalar sal qimmatroq aytdi. 23 ming dollar aytganida 20 ming dollarga tushirib qo'ydik. Ustida yana savdosi bor. Pastan nomerlarga telefon etasizlar, kelib ko'rsanglar bo'ladi. Manzilimiz Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri. Shahlayizdan o'tganingizdan keyin ikki etaj ipotekalarning orqasida joylashgan bo'ladi, 3-ko'chada. Ana shunday ko'chalar ham ko'rib turganingizdek, shvets tashalgan, changlar emas. Toza joy yaqinda solingan. Bu taraf Shahlayizning qaptalariga kirib kelsangiz ham bo'ladi. Ipotekalarning o'rtasida kirib kelsangiz ham bo'ladi. Narxini kelishiladi ustunda. 20 ming dollar ustunda gaplashiladi. Bu videoni ana shunday joy qarab turgan tanishlarga tashlab qo'yamiz.